Bugun mana ko'ryapsiz, mana ataylab bunaqa qo'yib qo'yganmiz, obrazец namuna. O'sha flare mavzusi bugun, ya'ni flarelar tayyorlash. Mana ko'ryapsiz. Shuni qanday tayyorlanadi? Mana shunday masalan, tasavvur qiling, fast foodga biz flare tayyorlab beryapmiz, reklama. Mana shon o'rtadagi dumaloq bor-ku, jo'stigini ushlab turing deb tortib pastga, tepaga qilyapman. Ya'ni mana ko'ryapsiz, mana chiziqlari, mana bunday qilish, dumaloqni ichiga rasm olib kirish, atrofiga bunday qilib yulduzchalarda chizish, yojik deydi, tipratikan tasvirni berishlarni hammasini tushuntiramiz. Bu bizga obrazец bo'ladi o'rtoqlar. Sal uzoqroq qilamiz. Qo'yamiz. Ikkita obrazец bor, buni hammasi tushuntiriladi, bitta olib turamiz. Endi shu yerga mana obrazец sifatida chizamiz. Qandaycha birinchi o'rinda buni sal yo'q qo'yik. Buni bitta bosamiz. Bu yerdan berigacha tortamiz. Ketma-ket iloj boricha orqama-ket qilishga harakat qilinglar o'rtoqlar. Obrazец yaqinroq o'zim olib kelib olmoqchiman, sizlarga tushuntirish uchun. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerdan peroni topamiz. Ko'rsin, pero mana. Mana bu yerdan bitta, bu yoqdan bitta bosamiz. Bunday qilib, keyin bitta enter bosib olamiz. Keyingisiga pastdan yana bitta pastdan, yana bitta pastdan tortamiz. Bitta enter bosamiz. Yani bu yerdan bitta bosib, keyin bu uchini bitta ulab qo'yamiz desak ham bo'ladi. Ulab qo'ysak ham bo'ladi. Bitta enter bosamiz. Keyin tagidagi mana bu chiziqchi liniyani chizish uchun yana bitta bosib, keyin yana bitta bosib qo'yamiz. Bitta enter bosamiz. Keyin nima qilamiz? Bu yerga kiramiz. Buni liniyasini sal ko'tarib, teparoq ko'tarib qo'yamiz. Pastkisini bosib, bir marta buni bitta bosamiz. Pastga bunday og'dirib qo'yamiz. Yana mana shunday ko'tarib qo'yamiz uni. Bo'ldi, tushunarli. Keyingisi bunisi. Buni bitta bosamiz. Endi uchini ko'tarib qo'ysak ham bo'ladi. Uchini bitta bosamiz yerga. Buni bitta bosamiz. Bunday ko'tarib qo'yamiz ozgina. Buni sal pastga tushirib qo'yamiz. Mana. Ozgina bunday. Keyin bu uchi bitta bosib qo'yamiz yerga. Buni bitta bosamiz. Buni ichkariroqqa, bu sal tashqariroqqa qilib qo'yamiz. Keyin yaqinroq olib olamiz. Keyin bu uchini olib borib, bu uchini tenglashtirib qo'yamiz. Boshqa hisob. Keyin buni bitta bosib qo'yamiz. Buni bitta, yana bunga. Bu переводится в кривую deyapti-ku, bu o'sha qayratda. Mana ko'ryapsiz-ku liniyani. Sal qo'yib, buni sal pastga tushiramiz. Ctrl Z to'rtga qaytaramiz. Endi ozgina buni bunday qilamiz. Mayli, почти готов, tayyor. Keyin buni bitta bosamiz. Bu ekranni bir joyga bosib olamiz. Keyin bu yerga kiramiz. Intellektual zaливка, buni bitta bosamiz. Endi ba'zi inakda aylanib turadi. Kutamiz, iloji yo'q. Keyin bitta qora qilib qo'yamiz. Qora. Hozir liniyani to'shakda. Bitta qorani bosib qo'yamiz. Bosib kutamiz ozgina. Hozir bir daqiqa. Keyin bu bitta bosib sal. Hammasi o'ranganda qoldi. Zapis qilayotganda xatolik berib qolyapti. Bunday qilib, keyin intellektual zaливкani yana bitta bosamiz, buni ham bitta qilib qo'yaman.
Bu uchi tegmay qolibdi. Bo'ldi. Muammo yo'q, muammoni hozir to'g'rilaymiz. Mana uch oralig'i bunday bo'lib qoldi-yu, uzilib qolibdi. Bu joyda internet telefonni bitta bosamiz. Bitta bosib qo'ygan. Bo'ldi. Yana bu tomonini bitta bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Buni ichiga bitta bosamiz. Voy. Ya'ni internet zalifga buni ichiga bitta bosib qizg'ish rang berib qo'yamiz. Endi ko'ryapsiz, sal farqi bo'lyapti. Bunda sababi yana bitta bosamiz, internet zalifga bor. Bitta bossak hozir. Keyin qarang. Mana bu yerda foyda bo'ladi. Narsa bor. Rang berishda shu sal masalan uch qismini to'qroq, pastki qism qizarroq, boshqacharoq rang qilishimiz mumkin. Misol uchun qarang. Bitta bosasiz, bu foiz chiqadi o'zi mana. Qarang. Ko'ryapsiz mana. O'zgaryapti-ku. Demoqchi bo'lganim bunday kelib, bu uchun ushlab turib bundayroq olib kelsak, bu yoqqa olamiz. Uchun bundayraq qilib, keyin bu uchun bitta bosamiz. Mana rang tanlaydi. Oq qo'yapti, ko'ryapsizmi? Bu oq. Oq mana bu rangda bo'lgan deyapman. Bitta bosib qo'yasiz, ko'ryapsiz, bu boshqacharoq bo'ldi. Mana sal oqroq bo'ldi. Yo'q, masalan, sal ko'ryapsizmi, o'zgaryapti rangi. Nolda tursin mana. Bungacha mana bu yerdan ro'da bosamiz mana. Qo'ysak mana rangi joyiga tushdi. Bo'ldi. Solchani. Yaxshi. Endi qarang. Nima qilamiz? Endi mana dumaloqlari bor, ko'ryapsiz, ha? Doiraning ichida o'sha mana taomlarning rasmi kiritilgan. Mana masalan, fast fooddan klientdan shunaqa zakaz tushgan, shu fast foodlarni kiriting, narxlarni yozib deyishi mumkin. Bu shuni qilamiz. Qilishni nima qilamiz? O'sha har doim shu mana doirani bosamiz. Kattaroq bittasini olasiz. Rangini olib berasiz. Buni bitta bosasiz. Bunga bitta bosasiz. Metkaroq olib qo'yasiz. Mana bu yerga kirib, bitta bor. O'sani chet abrisi mana. Doir atrofida kontur chiziqlarni olib tashlab. Olib kelasiz. Misol uchun mana. Rangini olib berasiz. Mana. Ko'ryapsizmi? Doiraga o'xshab tagi chiziqlari yo'q-da, qisqasi. Shift tushib tursang, o'zi bunday kichrayadi. Mana shunday. Ctrl V. Kopiya olyapman-da. Kutib turamiz. Boshqa iloji yo'q. Sal uzayadi bugungi mavzumiz, yarim soatmi 20 minut bo'ladi. Sababi reklama shu paytgacha adashmasam 26 dan 27 ta dars o'tdik. Shularda endi amaliy ishlarni qilish kerak. Bu yoqqa olib o'tamiz mana. Shift tushyapti, sal kichraytirib olamiz mana. O'zini kattaroq mana o'xshaydi, ketma-ketlik. Keyin yana Ctrl V. Bitga o'tamiz. Endi shift tushib turib, kichraytirib olamiz. Voy, sadiq kirgizib qo'yamiz. Bu sal meyralardi ekan. Buni sal kattaroq qilamiz. Biroq bunday buni sal pastga tushiramiz bunday. Buni ham sal pastroq tushiramiz. Ozgina katta qilib qo'yamiz. Yaxshi. Keyin mana bunday doiraning atrofida mana yojik liniyalar bor, uni qanday qilamiz? Uning uchun o'rtoqlar hozir yo'ldosh chiqaveradigan joyi bor edi-yu. Mana bunda. Mana yo'ldoshcha chizib olasiz. Masalan. Harding bitta bosasiz, bitta o'tasiz metga. Tashqaridan chizib oladi-da. Keyin buni bitta bosasiz, mana bitta bosasiz, bunga bitta o'tasiz mana. Yo'q qildi. Keyin shu turishida olib o'tasiz ichkariga. Misol uchun rangini hozircha masalan
qizil chiqib turib, mayli mana qizil. Lekin atrof yo'jiklari ko'payish uchun mana bu yerdan o'sha masalan 30 ta qilamiz. Mana. Keyin qarang, masalan uchlari juda uzun bo'lib ketdi. Qisqartirishimiz kerak. Masalan 20 qilib mana. Ko'rdingizmi? Aytib kelamiz, sal kichraytiramiz. Razmerini shift ushlab turib kichraytirib oldik. Videoni mana shu yerga qo'yib turamiz. Mana. Yaxshi. Joyga tushirib oldik. Muhimi endi qarang. Bitta dumaloq olamiz. Shift ushlab turib chizamiz. Mana bu bo'lmoq. Shift ham bo'laveradi. Bunu bitta bosamiz, buni bitta bosamiz. Bunga bitta bosamiz. Chiqib kelamiz. Buni tepadagi doirani bitta kelib yerga haligi bitta bosib, buni bitta bosamiz, bitta tashladik. Rangini qora berar ekanmiz. Qop-qora qo'yib buni ichiga mana sentrga joylashtirdik. Shuni joylashtirish uchun olib kelsangiz o'zi ko'rsatadi. Mana sentr mana shu yerga. Ko'ryapsizmi? Olib tashladim. Mana bu sentr mana bu yerda turibdi, ko'ryapsizmi? Endi buni sentrga olib kelish uchun buni olib kelamiz. Olib kelsangiz uni ko'rsatadi ba'zan o'zi mana. Joylashdi. Endi shu turishda narigi betida ham bitta bor. Kontrol qilib turib birga ushladik va obyektga gruppa qilib qo'yamiz. Agar gruppa bo'ladigan bo'lsa, gruppa bo'lmas ekan. Ko'ryapman-da. Mumkin qildik. Qani Ctrl V. Gruppa degan ya'ni dumaloq uni orqasidagi uni zvezdochka borki, yulduzcha qildik, keyin uni ko'paytirdik uchlarini. O'shani bitta qilib beradi-da, ya'ni bitta obyekt qilib beradi. Obod tushimiz yana qaytadan chizib o'tirmaymiz-da. Qani? Bo'ldi obod, yaxshi. Ya masalan, magnitlarga yaqin olib kelamiz. Endi buni o'zini razmerini kuchaytirib qo'yamiz. Shift ushlab turib, bunday qilib qo'yamiz. Sal kattaroq ekan. Qarab olyapman-da. Mana bu yerga joylashtiramiz. Mana shunday qilib. Masalan, keldi. Yaxshi. Endi nima qilamiz o'rtaga qaranglar. Endi qiladigan ishimiz mana bu doiraning ichiga rasm joylashtirishimiz kerak. Mana nima bu? Gamburger mana bu taom bor ekan, mana bu bor ekan. Buni joylashtirish qanday bo'ladi? Tepaga mana keyin katta gamburger joylashtirib, keyin perfect food degan jumlani yozishimiz kerak ekan. Bitta bosamiz, mana Google ga o'tamiz. Albatta internet bilan ishlaysiz. Misol uchun vaziyatni olib chiqish uchun men tezroq fast food deb yozaman. Fast food qo'yib nima bo'lsa chiqarib beradi o'zi orqalar. Internetda bosdim. Ya'ni internetdan, kompyuter o'sha bazadan, Googledan yoki o'sha Yandexdan, global tarmoqdan qanday qilib rasmni olib keltiramiz? Mana bu bizning Coral Drive'dagi grafikimizga, obyektimizga o'sha tayyorlayotgan flayerimizga o'rtoqlar. Bosdik, aylanyapti. Iloji yo'q, kutamiz. Keyin bunday qilib ingliz tilini qilishni o'rgatamiz. Asosan mana bu yerdagi formulani bilib olsangiz bo'ldi, ketma-ketligini. Sal kallani ishlatib, boshqa qilib o'rgatganlarimizdan bilim ko'nikmani orttirib, iloji bo'lsa albatta daftar ochib yozinglar, har bitta gapimni falon joyga kirdi, pismadon joyidan chiqdi deb. Endi kutamiz, iloji yo'q. Fast food chiqdi, mana endi kartinka bo'limiga o'tamiz. Mana 3-bo'lim kartinka. Bosdik, kutamiz. Mana paydo bo'ldi. Misol uchun xuddi Gorildagi bunaqasi mana shunaqa bitta chiroylisini tanlaymiz, kayfiyatimizga xos, mos. O'zi bitta bor ekan mana. Shuni o'zidan. Topsiga bosamiz. Bundan masalan bir xillar ko'rsatadi, kompyuterda xotirasiga tasha, boshqa qilib. Kompyuter xotirasiga tashlab o'tirishimiz shart emas. Shu to'g'ridan to'g'ri, ruschasiga aytganda prямой olib kelamiz rasmni. O'sha
tayyorlayotgan obyektimizga, flareimizga. Загрузкасы o'ziga kelib olsin, kutamiz. Bu xirra qali, загрузкасы joyiga tushgan yo'q. Endi nazarimda endi mana bu загрузкасы joyiga tushdi. Hech qancha o'ng tugmasini bosamiz. Kopировать kartinka knopkasini bosamiz bu yog'ini. Keyin Corelga o'tamiz. Keyin bu yerga Ctrl V qilib tashlaymiz. Kopировать-dan keyin Ctrl V. Keyin boshqasini tanlab turishimiz kerak. Mana bizga 4 ta rasm kerak. Bitta, ikkita, uchta, 4 ta rasm kerak. 4 ta o'sha konteyner deydi buni Corel tilida. Konteynerga yana joylashgan bo'limga 4 tasini olib kelishimiz kerak. Загрузка o'ziga kelyapti. Ungacha biz shoshmasdan boshqasini tanlab o'tiramiz. Endi bosib tashlaymiz. Endi kartoshka freymi, boshqasini masalan lavash deganday danar degan qaysi biri bo'lsa ham olib kelishimiz kerak. Iloji bo'lsa uzoqdan tushirilgan olib kelish kerak, chunki Corelda o'zi avtomatik yaqinroq keladi. Zoom degan funksiyasi avtomatik ishlaydi. Ko'ramiz, boshqasini tanlaymiz yana. Bu yerda faqat gamburger deydi, hot-dog ham shunaqa bo'lyapti. Boshqachasini topamiz hozir. Corelda bosdim shunchaki. Kutamiz. Corelga bosib bu chiqib keldi. Misol buni Raspberry'ni kichraytirib olamiz. Misol uchun bu obyektga qo'yib turamiz. Keyin obyektiv degan bo'limga kiramiz. Bu yerdan Power Clips degan bo'lim bor, clip. Bundan поместить for frame deyapti. Buni o'sha mana bu rasm qayerda turish kerak deyapti. Mana bu yerda bitta ko'rsatib yuborsak, avtomatik o'zi joylashadi mana. Ko'rdingizmi? Avtomatik joylashdi. Keyin mana bu yerdan masalan bosib, misol uchun kichraytirish kerak bo'lsa, kichraytirib olasiz. Silikon ko'rinsin deysiz mana. Misol uchun. Yana bosangiz o'sha rasmni ariq semizligiga qarab, uzoq yaqindan ko'rinishiga qarab, bunday kichraytirib boraverasiz. Bunday olasiz. Shu konteynerga bunday joylashib bitta bosib qo'ysangiz, avtomatik tushib qoladi mana. Tushundingiz degan umiddaman. Endi bunga o'tamiz, boshqasiga o'tamiz endi. Qo'lroq, yaxshiroq rasm tanlashga, misol uchun. Fast food, misol uchun nima desa bo'ladi? Free desa bo'ladi. Fast food free potatoes dedim. Qolgan kartoshka degan ma'noda. Pastroqqa tushamiz. Pastroqqa tushamiz. Endi bu yerda hozir rasm tanlash bilan vaqtimizga ko'proq ketyapti. Chiroylirog'ini ko'rolmay hozir yo'qotib qo'ydim, qayerga ketib qoldi. Mana bunisi rosa yoqdi. Bitta bosamiz.
Kutamiz endi загрузкасы bo'lguncha. Joyga tushish shekilli загрузкасы shunchadan tugmasini bosamiz. Keyin bu yerdan kopировать kartinkani bosamiz. Keyin bunga o'tamiz. Bu yerga bitta bosib qo'yib, ekranni любой joyga bitta bosib, Ctrl V ni bitta bosamiz. Bitta rasmni hozircha topdik, keyinda boshqa rasmga o'tamiz. Buni olib tashlaymiz. O'chirib tashlayapman. Free jumlasi qolsa bo'ldi. Shu qovurilgan nima bo'lsa chiqarib beradi. Men shunchaki endi tushuntiryapman. Praktikada endi klient bilan birga ishlaysizlar. Buni nima tabiga yoqadi, shunga qarab o'sha flyer reklamasini yasab berasizlar. Endi men tushuntirganim uchun uzoq vaqt ketyapti. Endi yarim soat, 40 minutmi, 1 soatmi? Amalda bir 15-20 minutda qilasiz. O'qib tushunib olganingizdan keyin. O'rganib olgandan keyin. Rasmimiz kelibdi. Bu rasmni bu burchaga olib turamiz. Endi sal yaqinroq qo'yamiz. Bu rasmni sal kichraytirib olamiz. Hozir katta bo'lib ketgan. Deyroq olib kelamizda. Buni bitta bosib, rasmni bitta bosib, effektni bitta bosamiz. Effekt emas, образец deydi. Obyekt deydi-ku. Obyektni bosib, power click o'tib, power поместить mana bunda. Mana buni bitta ko'rsatib yuboramiz mana. O'sha joylashdi, ko'rdingizmi? Voy, katta qo'rqman. Hozir. Qaytadan kiramiz. Ba'zan bir martada, ba'zan 2-3 martada o'xshaydi. Mana bu yerda bitta bosamiz. Kartoshkani tagi tumshug'iga borib qolyapti. Polni kartinka ko'rinsin deyapman-da. Bu ham bo'lmadi. Sal uzoqroq qilamiz, hech qilmaydi. Sal ekranni ko'tarib qo'yib, misol uchun. Nari ko'tarakda. Mana tomondan qisish kerak, misol uchun. Mana qo'shni joyga tushdi, endi kayf. Başta hamma taomni, pomidor, bodring hammasi ko'rinyapti. Endi yaxshi, bittasi ketdi misol uchun. Endi bunga o'tamiz. Endi fast food free chicken deb buyruq berdim. O'sha qovurilgan kartonlar. Mana bu rasm menga yoqdi, yoqdi. Sabab ancha uzoqdan olingan. Mana unda ko'rildiryapti, ancha yaqin keladi-da. Toza yaqin olingan, masalan, mana bunga o'xshaganlar bo'lmaydi. Hech kim yaqinda. Bundan yana hech qancha tugmasi. Ozgina kutamiz. Kopировать kартинку bitta bosamiz o'rtaroq. Ko'rilib o'tamiz. Любой joyga bunday bosib olib, bitta Ctrl V ni bosamiz. Uzoqroq qilib qo'yamiz uni. Ctrl ni bosib keldi. Yaxshi. Bunday biroq qolib kelamiz. Sal kichraytirib olamiz. Yeniga bo'yiga qisqartirib. O'sha doirani razmerdek qo'yapman-da. Iloji boricha hamma taomni, hamma o'sha razmeri haqida xabar beryapti, shuni ko'rinib tursin. Obyektiv bitta bosam, power click, power mana
Yana bitta katta qilib olamiz. Endi bitta bossak mana o'zi joyiga tushdi. Shuni ham yozamiz. Mana bu ko'rindi. Tabii bu. Mana o'sha tayyor o'rtoqlar. Endi yana boshqacharoq bir rasm olib kelamiz. Shunga o'tamiz. Buni tashlaymiz. Nima bor endi? Lavash bormi misol uchun? Bo'ldi, lavashlab kelamiz. Tashladik. Tekis bosdik. Endi mayda bitta lavash degan jumlani yozaylik misol uchun. Lavash. Endi kutamiz, iloji yo'q. Mana bitta lavash chiqdi, misol uchun. Kayfiyat ochadigan bitta mana shuni bosamiz. Ozgina kutamiz, iloji yo'q. Загрузкасы to'lsin. Endi buni ham hech qancha o'yin tugmasini bosib, kopировать, kartinkani bitta bosamiz, qurilib o'tamiz. Любой bitta burchagimda bosib olib, Ctrl V bosamiz, kutamiz. Rasm keldi. Haligidek qardamgidek kichraytirib olamiz. Yoqaroq qilamiz, jo'stikda o'ynab ishkanni. Endi obyektga kiramiz. Power clip o'tamiz mana. Bunda bu obyektni ko'rsatib beramiz.
joylashgan deb bo'ldi. Ha, ko'ramiz. Qayerga ketib qoldi? Joylashmadi. Bosamiz. Ya'ni nuqtalar bo'yicha o'sha mana chizig'i bor-ku, tepa chizig'i bitta ko'tarib qo'ydim. Hozir miya joyiga chiqsin, keyin pastki chizig'ini ham shu doirani pastki chizig'iga mana tenglashtirib qo'ydim. Tamom. Sen buni ham xuddi shunday nuqtalar ko'rsam, nuqtalar bo'yicha ko'tarasiz. Bu ham joyida. Endi bunga o'tamiz. Nuqtalar bo'yicha ketib qoldim. Tepani faqat ungacha tenglashtiramiz. Buni mana bu o'qigacha tenglashtiramiz. Sal kichiktiramiz tomondan. Tushunib hammasi ko'rinsin tamomini. Bu tomondan bu devorga tenglashtiramiz. Uzoqlashib ketdi. Kontrol zimorga qaytarib bo'ldi. Olam guliston tayyor. Mana shu tayyor. Endi o'rtada mana perfect food turibdi. Perfect foodni yozamiz. Yozishdan oldin esa pyroga bitta bosib misol uchun bunday qilib qo'yamiz. Bitta enter bosamiz. Kimga kiramiz? Bitta bosamiz bunga tomoniga. Ko'ylakda yozgan, ha. Buni bosamiz. Bizga qarab ketadi misol uchun. Tepaga qarab turadi. Bu uchun bunday cho'zib qo'yamiz o'rtalar. Masalan endi o'sha nima degan perfect foodmi? Perfect foodni jumlani yozib qo'yamiz. Chernavikda tayyorlab. Perfect food. Boshqa harafi p ekan o'zgartirdim. Perfect food. Bunga bitta bosamiz. Bu shriftini o'zgartiradi. Wordda ishlagan odamlar biladi buni nima haqida gap ketayotganini. Mana buni geometriyskiy ko'proq ishlataman. Ctrl A bilan belgilab, endi yana qayta kiramiz. Juda ta'sir qilmay qoldi. Bitamiz. Iloji yo'q o'zbek. Joyiga tushdi. Keyin buni qirq qilamiz. Bitta enter bosdim. Keyingisi. Keyin buni bitta bosib qo'yamiz. Keyin qiladigan ishimiz tekst. Tekstdan tekst вдоль пути bosamiz. Mana bunday bo'lib ketdi. Tekst qo'yib o'xshaydi. Hozir mana bosib, bunda bosib qo'ydik. Tamam. Tekstdan вдоль. Bo'lmay qoldi. Endi qo'yib beraman. Ko'chirib o'tkazib berdi. Yaxshi. Endi nima qilamiz? Bosib tagidagi liniyaga bosib, delete bosib olamiz. Yaqinroq kerak. Mana shuni bor. Tagida perfect muhimi tushdi-ku. Ha, fudi faqat qizil ekan. Fudni to'g'rilaymiz bo'lsa. Fudni ko'kartirib qizil rang beraveramiz mana. Sariq ketdim. Qizil. Bo'ldi. Masalan. Keyin bitta bosamiz. Mana berdim. Qaytaramiz orqaga.
Men nima qilmoqchiman, ya'ni bu yerda olikda buni olib buni tagida liniya borki, liniyani ujaltib tashlayman. Liniya o'sha keragi yo'q bizga. Liniya o'sha bo'qib bo'ldik. Bu ikkalaga birligilab qo'ysa bo'ldi. Почти готов. Yana men qoranchiga $5 degan yozuv bor ekan, o'sha muammo emas. U ham shunday. Bittani bosasiz, bittaga bosasiz. 5 keyin dollar belgisini qo'yib qo'yasiz. Dollar Ctrl A to'q qo'yib qo'yasiz. Ikkalasini ham geometriyskiy ishlataman men ko'proq. Keyin bitta bosasiz mana. Olib keltirasiz o'rtaroqqa. Teparog'iga yaqinroq qilasiz. 5 ani bitta bosasiz. Yo'q o'tib, ko'kartirib buni qilasiz misol uchun. Buni 20 qilasiz misol uchun. Masalan, turishlik kontrolsi dollar belgisi turganiga aytaman. Kontrolsi kontrol qilasiz. Ozgina kutamiz. Endi nima qilamiz? Copyright bo'ldi shekilli. Ana buni bosib qo'yamiz. Sizga faqat endi tani bosamiz. Ichiga kirib $3 qilib qo'yamiz. Buni razmerini 30 qilamiz. Buni razmerini esa 15 qilib qo'yamiz. Yaqinroq qilamiz. Bunday qilib qo'yamiz. Tamam. Bo'ldi. Joyiga tushdi. Mana уже готов. Tayyor. Problema oq chiziq tushib qolibdi, shuni ko'rib. Endi bu flayerga chiqqanda u darajada insonning ko'zi ko'rmaydi. Bu kompyuter ekran bo'lgani uchun juda yaqin ko'rib ishlash mumkin. Ko'ryapsiz, mana rasmni olib keldim-ku, JPG forma mana. Ko'ryapsiz, 4 piksel bo'lib ketyapti. Nimaligini tushunib bo'lmayapti. Photoshop bilan boshqa program farqi shunda, mana qarang, $5 da sir yaqin olib borganingiz sari hech qachon to'rtburchak bo'lib ketmaydi. Ko'ryapsizmi? Chiziqlari ham cho'tki. Joyida to'rtburchak bo'lib, piksel bo'lib ketmaydi. Mana bugungi bitta mana sizlarga Abdulaziz namuna mana bundan bu buyog'iga bitta yangi bitta qilib berdik. Shunday qilib o'zingizni kallangizni boshqani ishlatib qilaverasizlar, muammo emas. Faqat shu qonun qoidani ishlab qolsangiz bo'ldi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda endi mana buni qilib ko'rsataman. Shuni tushunib olsa yanada. Do'stlar, keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Очень эффективное упражнение, которое поможет вылечить ваши колени.